Demak, muhim bo'lgan grammatika bularni bilmasangiz sigida baland balo olishingiz qiyin. Xo'p, avajida grammatikasi bilan teda grammatikasi qachon qaysi fe'llarga qo'shiladi? Demak, bular fe'llarga qo'shilganda ish harakat siz tomonidan emas, boshqa odam tomonidan bajariladi. Masalan, ko'ramiz. Chatta fe'li topmoq, to'g'rimi? Topmoq fe'li biror narsani qidirib topganda ishlatiladi. Keyingisi palkyon hada. Bu ham topmoq, kutilmaganda tasodifan topilgan narsalarga aytiladi. Xo'p, demak chatta fe'li, demak ta'ni olib tashlasak, o'zaga qoladi chatta, chach. Demak, a bilan tugagani uchun unli harf a jida qo'shiladi. Demak, chajajida topildi, mana topilib qolmoq, topib qo'yilmoq boshqa odam tomonidan, siz emas, boshqa odam. Agar mo holatda keladigan bo'lsa, men topdim yoki biz topdik, u topdi deb topuvchisi aniq bo'ladi. Bu yerda kimdan tomonidan topgan, unisi bizga muhim emas. Masalan, Chonxakiga chajajiyotda, telefon topib olindi. Bu topilarda ham juda ko'p, listeninglarda ham keladi. Telefonlar topib olindi. Agar kimniki bo'lsa, mana telefonga telefon qilsin. Biz buni nimaga tashab ketamiz deb aytiladi. Demak, ojida qo'shimchasi fe'lni passiv voice'ini yasaydi. Demak, keyingisi qitta uzilmoq, chonxoga kinojida deydi-yu. Mana kinojida telefon uzildi, to'g'rimi? Kim tomonidan uzilib qoldi, o'zi tasodifan uzilib qoldi. Demak, kinojida. Demak, nimaga bunga ojida qo'shilyapti? Demak, bu undosh bilan tugagani uchun ojida qo'shilyapti. Masalan, sida fe'li yozmog'i, demak bu ham undosh bilan tugagani uchun sojida, sojida. Demak, qilshiga chal sajyossayo. Demak, harflar chiroyli yozilgan, kim tomonidan yozilgan. Kiyoda o'chirmoq, demak, yo bilan tugagani uchun o'zayda olib tashlasak, yo bilan tugagani uchun yojida qo'shimchasi qo'shilyapti. Demak, puri kiyojoda. Puri kiyojosayo. Demak, chiroq yoqilgan, yoqildi, kimlar tomonidandir yoqildi. Bunisi aniq emas. Demak, birinchisi ta bilan tugagan grammatikalar, mana ta bilan tugagan grammatikalarga ojidalar qo'shish orqali passiv voice'ni yasaymiz. Demak, keyingisi hada bilan tugagan fe'llar. Hada bilan tugagan fe'llarni qanaqa qilib passiv voice, ya'ni boshqalar tomonidan bajarilganligini qilamiz. Mana palkyon hada topmoq, aniqlanmoq. Kimlar tomonidan topilgan? Demak, aniq emas qilish uchun palkyon teda, topilmoq, aniqlanmoq. Kim topgani muhim emas, topildi biz uchun. Demak, odatda teda hada bilan tugagan fe'llarga qo'shiladi. Masalan, sayon hada, sayon teda ishlatildi. Kim tomonidan muhim emas, ishlatildi. Chumbi hada, chumbi teda tayyorlandi. Demak, masalan, titkilarda ham, boshqa narsalarda ham shu narsalar tayyorlanib qo'yildi deb gapirish mumkin. Solmiyon hada tushuntirildi. Solmiyon teda, solmiyon hada. Demak, hada bilan tugaladi, teda qo'shilib passiv voice yasaladi. 51-52 sigilarda ham eng ko'pchilik xato qiladigan narsa shu holatda ko'pchilik xato qiladi yasashda. Xo'p, demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta bilan tugaydiganlarga ojida qo'shiladi. Hada bilan tugaydiganlarga teda qo'shilib passiv voice yasaladi. Tushunarliga. Xo'p, bu juda ham muhim grammatika, o'rganib olamiz oxirigacha.